Assalomu alaykum bizlarni muxlislarimiz, do'stlarimiz, ustozlarimiz. Mana bir necha daqiqalardan keyin 2026-yil yangi yilni kutib olamiz. Yangi yil hammaga baxt omad olib kelsin. Sog'lik, salomatlik olib kelsin, xotirjamlik olib kelsin. 2025-yil ham men uchun yomon yil bo'lmadi, yaxshi yil bo'ldi. Nagarali bo'ldik. Keyin mana bu yerda ko'rib turgan ustozim Karimboy Rahmonov meni yetarab Xorazmga o'rganishga ustozim Bobomurod Hamdamning qabrlarini ziyorat qildirdilar. Ajoyib mana g'alabalarni qo'lga kiritdim. So'zimni intihosida yangi yil bayrami bilan butun Qashqadaryo aholini, O'zbekiston aholini tabriklayman. Qolaversa mana bu huquqni himoya qilish tuzilmalarida meni bir ajoyib ustozlarim, shogirdlarim, do'stlarim bor. Polkovnik darajasiga bo'lgan shu o'rtoqlarni ham hammasini 2026-yil yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Hamma sog' salomat bo'lsin. Rahmat ustozlar.